Assalomu alaykum, qadrli Agro Farg'ona kanalimiz obunachilari, uzumchilamandalari, uzumchilik shaydolari. Mana kuzgacha xudo xolisa hamma uzumlarni ko'rsatdik. Uzumchilikka qiziqqanlar bor, uzum ko'chat qidirib yurganlar bor, bog' qilaman deganlar bor, oilamga, tomorqamga ekaman deganlar bor. Xudo xolisa akalar uzum ko'chat mavsumini ochiq deb e'lon qilamiz. Xudo xolisa noyabr oyidan boshlanadi deb ko'pchilikka aytgan edik. Xudo xolisa ekish ko'chirish mavsumi juda yaqinlashyapti. Sizlarga ko'chatlarning holatini ko'rsatamiz. Shoshilasizlar, ko'chat mavsumini boshida hamma navlarimizdan boshida bo'ladi va keyinchalik kam asosan talabgir bo'lgan sortlarimiz bor. Lamborghinilar masalan yoki Koberga ulangan avatarlar, shularimiz tugab qolish ehtimoli bor. Shuning uchun kim agar olmoqchi bo'lsa, bog' qilmoqchi yoki ekmoqchi bo'lsa, shoshilasizlar. Eng talabgir bo'lgan, talab katta bo'lgan, soni kam bo'lgan ko'chatlarimiz tugab qolish ehtimoli bor. Hamma so'rayotgan va har yil trenddan tushmayotgan avatar ko'chatlarimiz mana katta maydoni 20 ming donacha, xudo xolisa mana qalamchalar ekilgan. Juda ham sifatli holatda bo'lyapti ko'chatlar. O'tgan yil juda ko'pchilikka sotganmiz ko'chatni. Xo'p, bu yerda mana 20 ming dona qalamchalarimiz ekilgan. Ko'chatlarning holati juda ham zo'r bo'lgan, lekin orasida maydalari ham bo'lganlari bor, lekin biz bu maydalarini sotmaymiz. Asosan birinchi sortlarini saralab sotamiz mana. Qaranglar, mana barglari уже qizarib, sortiga 100% garantiya beriladi mana. Kaltaklari o'ta ham zo'r holatda pishgan. Mana qip-qizil bo'lib, top-toza bo'lib. Eng oldimiz 1 metrgacha o'sganlari ham bor mana. Eng oldi. Holat har xil. Eng kamida bir qarich holatda mana eng kamida mana 1 yillik ko'chat eng kami bir qarich holatda kaltaga pishgan holatda beriladi mana. Eng kami bir qarich pishgani va u yoqqa ketaveradi. Uzunlari ketaveradi, yarim 1 metrgacha o'sganlari ham bor. Shu holatda beriladi. Undan pasti bir qarichdan past mana bular bir qarichdan kam pishgan. Bunaqa maydalari qo'shilmaydi. Saralab eng birinchi sortini sizlarga xudo xolisa taqdim qilamiz. Naviga 100% garantiya beriladi. Mana 1 yillik ko'chatlar o'zini tomiridan tomirlagan. Orasida bunaqa mana yiriklari ham, o'ta yiriklari ham bor. Endi hammasi bunaqa bo'lmaydi. Lekin mana qaranglar, bitta shoxdan mana ikkita 1 metrli shox o'sib chiqqan mana. O'ta yirik ekan mana shu ko'chat ham. Kaltaklari 100% pishgan. Sizlarga sifatli holatda yetkazib beramiz. Shoshilasizlar, o'tgan yili avatar ko'chatlarimiz yangi yilgacha o'zi dekabrda o'rtalariga borib bormay tugagan va erta bahor ko'pchilikka topib bera olmaganmiz avatar ko'chatini 1 yilligini. Bu yil avion katta, lekin talab shunga yarasha kuchaygan. Narx-navolar o'tgan yilga nisbatan ancha arzonlagan. O'tgan yil 50 ming, 60 ming sotilgan 1 yillik ko'chatlarimiz. Bu yil narx-navolar teng barobar arzonlagan. Shuni hisobiga yana ham talab oshgan. Demoqchimanki, bu yil ham xudo xolisa tez tugab qolish ehtimoli bor. Mana bu tarafda manikyur ko'chatlarimiz, manikyur fingerlar, bariga ham o'zi aytib turibdi mana. Hammasini kaltagi pishgan holatda bo'lgan manikyurlarimiz, bular ham eng sifatli holatda yetkazib beriladi. Asosiy narsa narxga keladigan bo'lsak, akalar, narxlari o'tgan yilda o'sha 50-60 ming sotganmiz. Eng saralanganini, kaltaklari 100% pishgan, barglari qizarganlarini chiroyli holatda eng yiriklarini saralab beriladi. Orasidagi maydalari, kaltagi pishmay qolganlari, bunaqa narsalari mana oraga tiqilmaydi mana. Bunaqa maydalari chiqib qoladi, oradan bunaqalari chiqib qoladi. Bular qo'shilmaydi. Saralab ko'rsatdi, eng zo'ri sotiladi. Shuning uchun bizda narxlar qolgan joylarga nisbatan sal qimmat bo'lishi mumkin. Bu yilda hisobiga o'zlaring tushunib turibsizlar gapimni, chunki bu yil ancha ko'chat har xil joylarda, boshqa joylarda ham sotilyapti. Shunga nisbatan aytyapman. Hop, ko'chatimizning narxi, avatarda narxi donabay 35 ming so'm. Saralangan eng zo'ri beriladi, xudo xolisa. Eng kamida bir qarich kaltagi pishgan eng zo'ri beriladi. 35 ming so'mdan donabay nimaga tushib beriladi? Abiomga 500 ta, 1000 ta, 2000, 3000 ta oladiganlar bo'lsa tushib beriladi. Lekin o'shalarga ham saralab eng zo'ri beriladi. Bizda ko'chatda 3 xil sorti bor. 1, 2, 3. Eng yaxshisi yiriklari birga saralanadi mana. Yiriklari birinchi sortga saralanadi. Undan o'rtachari uni bunaqa kamroq o'sganlari mana bular ikkinchi sortga va ozgina 2, 3, 4 kurtak pishganlari bo'lsa, ular 3-sortga mana bunaqalari mana 3-sort.
3 sortga ajratiladi. Mana bular o'ta mayda. Lekin o'ta yirik birinchi sortlarini sizlarga Donabay 35 ming so'mdan ob'yomga kelishilgan holatda tushib beriladi. Albatta eng asosiysi sizlarga sortini garantiya berilgan holatda avatarga 100% garantiya beramiz. Manikurlarimiz 30 ming so'mdan Donabay, bu ham ob'yomga tushib beriladi. Shunaqa ma'lumotlar videoning davomidan Kober yulangan avatarlar va boshqa yangi kirib kelgan yangi chiligi sortlarida Velyur shunga o'xshagan sortlarimizni, uzumlarimizni tayyor ko'chatlari bor, ko'rishlaringiz mumkin va albatta Kober 5BB ni o'zi ham tayyorlari bor. Xudo xolasa o'zimiz ekib parvarish qilganmiz. Kober 5BB'larimiz ko'chatlari 1 yillik kaltaklari pishgan holatda beriladi. O'ta ham yirik ko'chatlar Koberlarimiz, bilasizlar, Kober eng zo'r payvandtaglik va juda ham tez o'sadi. Undan 1 yilda bog' tiklasa bo'ladi. 1 yillik ko'chati 50 ming so'm va u ham ob'yomga tushib beriladi. Koberda so'raganlar juda ham ko'p. Uni xususiyatlarini biz yoritib bordik, chiqardik, ma'lumotini to'liq berdik. Uni foydasi nimaligini odamlar bilishdi. Xudo xolasa Koberda qadriga yetganlar bemalol Koberdan olib bog' qilishlaring doimiy ko'rib boruvchilar bilishadi. Koberda ustunligini, Kober nimaligi va unga ulangan har qanday uzumlar qanaqa darajada hosil berishi, xullas afzalliklarini, oddiy o'zini tomiriga nisbatan afzalliklarini juda ham yaxshi bilishadi. Zar qadrini zargar biladi degandek sizlarga hozir mana Koberga payvand qilingan 1 yillik ko'chatlar bo'yini qaranglar. Eng oldi meni bo'yim 1.80, 2,5 metrgacha o'sib ketgan. Bu 1 yillik ko'chat. Nima uchun bunchalik tez darajada o'sgan? Chunki erta bahorda qalamchaga tagi Kober, mana Kober qalamchaga ustiga avatar mana payvand qilib, maxsus apparatlarda bu yopishtirib, tomirlatib keyin ekilgan. Tayyor holatda nihol ekilgan, tagi Kober, usti avatar qilib ekilgan. Mana bu 1 yil o'sgan. Ketganni qaranglar. Mashalloh deb qo'yasizlar. Bu hazilakam mehnat emas. Mutaxassislar bilishadi. Bu tagi Kober qalamcha ham razmeriga qo'yib olinadi, tanlab olinadi. Masalan, 100 ta qalamchadan bir 10 ta, 15 ta chiqadi. Eng sarasi olinadi. Undan tashqari avatarda ham eng sara kurtaklari olinadi bir-biriga mos tushishi uchun. Juda ham bu mayda, murakkab ish. Undan keyin buni yopishtirib olish ham, ya'ni tayyor payvandlab olish ham oson narsa emas. Buni 1 oy 2-40 kun davomida juda ham katta e'tibor beriladi. Endi buni jarayonga hozir gapirsam vaqt cho'zilib ketadi. Mana avatarda qattan bo'lamiz deydiganlar to'q fioletoviy mana rangga kiradi mana. Qizil fioletoviy aralashtirsak ham bo'ladi mana. Shunaqa bo'lib qizaradi, to'q bo'lib qizaradi. Boshqa qora uzumlar ham bargi qizaradi, lekin avatardagi mana to'qroq bo'lib mana qizarishni boshlaydi. Mana avatarlar mana chegaralangan miqdorda bor. Tagi hammasini mana Kober. Buni ekasiz masalan 4-5 kurtay qo'yib kesiladi mana, kesiladi. Undan keyin buni ketishini ko'ring. Tomiri o'ta ham kuchli chiqadi, o'ta ham baquvvat. 1 yilda bilmayman endi bir 3-4 metr o'sib borsa kerak, Alloh xolam. Va hosildorlik juda ham tez hosilga kiradi va yuqori hosil beradi. Bitta zichroq ekilgan, bu siyraroq ekib, tagiga o'g'itlar berilgandan keyin juda ham kuchayadi mana. Tagi Kober, netdan bag'i mana avatar ketgan. Bu juda ham noyob ko'chat. Sizlarga to'g'risini aytaman, o'zim uchun ham buni qadri baland. Agar mana shundan bog' qilsangiz, 1 yilda tepaga chiqib sizga hosil berishni boshlaydi. Ya'ni bog'ingiz tez hosilga kiradi. Narxi lekin qimmat. Narxi qimmat, zar qadrini zargar biladi. Narxi 150 ming so'm. Lekin ko'chatni eng udari dodasi mana shu bo'ladi. Ochiq aytaveraman. Mana. Bu hazilakam mehnat emas. Buni xaridori juda ham ko'p, so'rab yurganlar juda ham ko'p edi mana. Tagi Kober, tepasi avatar. Eng kami 1,5 metr o'sgan hammasi mana standart. Kimga kerak bo'lsa tez olinglar, bu ham tez tugaydi. Xaridor juda ham ko'p. Cheklangan miqdorda. Lamborghini ham so'rashganida Koberga ulangan. Bitta mana Lamborghini ham bor mana. Mana shu 2 qator Lamborghini. Mana tagi Kober hammasini mana. Loy ekan kirmay qo'ydi. Tagi mana Kober hammasini. Lamborghini. Bu ham kam. Bundan ham shoshilib olaylik. Juda kam. Xaridor ishoninglar, juda ham ko'p xaridorlar qator kim birinchi olsa ulgurdi. Bundan tashqari o'sha yangi
kirib kelgan sortlardan ham mana qator ko'chatlarimiz bor. Tagi hammasini Kober. Ko'rsatdi eng sarasi, eng gulumashi bo'ladi akalar. Mana bitta ham Lamborghini bor ekan, bariga o'xshayapti. Shoshilib olinglar. Narx to'g'ri qimmat, lekin buni qadrini haqiqiy ishqibozlar bilishadi. Chunki olgan odamlar afsuslanmaydi. Ko'chati tez hosilga kiradi va o'zini pulini birinchi yilda o'zida chiqaraveradi, xudo xolos. Bu keyingi joyimiz azizlar assortiment qilingan joy. Xo'p, bu yerda mana hammasiga berkalar qo'yilgan. Sizlarga berkalarni ko'rsataman. Xo'p, bularimiz velyur. Bu yerda 4 qator velyur bormi? Ikki mana yozilgan. Mana velyur eng erta pishadigan chilik uzumlardan bittasi. Mana bariga mayda turibdi, bariga maydaroq bo'ladi. Mana kaltaklari pishgan. Ko'chat 1 yillik. Bundan soni kam, chegaralangan miqdorda. Kimga kerak bo'lsa shoshilasizlar faqat. Iyun oyini 10-gacha pishadigan eng ertaki, dona yirik bo'ladigan urug'li uzumlardan bittasi, yaxshi pul bo'ladi. Erta kunda pishadi mana. Velyur. So'raganlar bor edi, ko'chati qalamchasi deb, mana o'sha velyur mashi bo'ladi mana. Shu bariga mayib turibdi. Hamma ko'chatlarda bu Zarya Svetana degan bitta sortimiz qizil bo'ladi. Xozmetda bu Everest. Dona bitta ana mevasi ham pishibdi. 1 yillik ko'chatda meva qaranglar. Tagi 1 yillik. Kaltaklari pishgan, chiroyli bo'lib. Dona o'ta yirik bo'ladi. 4 dona don bilan rasmini qo'yib qo'yaman. Qo'l to'ladi mana. Everest. Buni ham so'raganlar bor edi. Bu tarafda yana boshqa sortlar bor. Xullas, yangi kirib kelgan assortiment sortlardan ko'chatlar qilingan, faqat bular juda ham oz. O'shaning uchun kimga kerak bo'lsa shoshilasizlar. Bu yerda mana karnaval. Hop, bu bananas. Bu ham zo'r uzum bananas. Mana apelsin ta'mi keladi. Bananas mana 1 yillik ko'chati bor. Zo'r o'sgan mana. Kaltaklari pishgan, sifatli ko'chat. Eng asosiysi garantiyali. Kimga kerak shoshilasizlar, faqat oz miqdorda bor.